Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Qashqar viloyatida kadrlardan atalmış 3 aqtashlik kitob bo'yicha imtihon e'lonlangan. Xitoyning jazo lagerlarini anglatgan Feroza Azizning TikTok hisoboti taqib etildi. Keniya davlati portini Xitoyga o'tkazib berish xavfiga duch keldi. Turkiya tinchlik buluq harakatining nishonga yetkish davomlashadiganligini bildirdi. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bo'lsin. Erkin Asiya radiosi xəbəri. Xitoy doiralari yaqında bu yan Sharq Turkistondagi siyosiy tashviqot to'lqinini yana bir baldaq yuqori ko'tarib, Xi Jinpingning atalmış Xinjiangni idora qilish tadbirini o'rganish, Xinjiang munosabatlik e'lon qilingan bir qator aqtashliq kitoblarni o'rganish qatorli harakatlarni qo'zg'agan. Qashqar xabarlar to'g'ri tarqatgan xabarga qaraganda, Xitoy doiralari mushu oyning 23-kuni Qashqar viloyatidagi muavin nahiya darajalikdan yuqori kadrlardan atalmış 3 aqtashliq kitob bo'yicha imtihon olgan bo'lib, imtihonga Qashqar viloyatiga bevosita qarashliq o'rinlardagi nahiya boshqarim darajalik 483 nafar kadr, 12 nahiya shahardagi nahiya boshqarim darajalik 652 nafar kadr bo'lib, jami 1200 ga yaqin kishi atalmış Xinjiangning terrorlikqa qarshi turish, asabiylikni tugutish ko'rishi va kishilik huquq kapolati, Xinjiangga doir bir qancha tarixiy masala, Xinjiangdagi kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya xizmatidan iborat 3 aqtashliq kitobdagi mazmunlarga munosabatlik 90 minutlik imtihon qatnashgan. Xabarda butun Qashqar viloyatida 3 aqtashliq kitob asosiy bilimlardan markazlik imtihon elishni qanot yaydirishdagi maqsad keng partiya a'zolari va kadrlarga Xinjiangning tarix, millat, madaniyat, din qatorliq masalalarni dal joyida to'nitish, chegarachi sirtidagi dushman kuchlarning tarixni burmalaydigan, haq-nohaqni ostin-ustin qilib o'tadigan xato sapsatisi kuchli raddiya berish, asosidan tuzab manbadan soplashtirish, qudratli aktiv kuchlar qitishdan iborat deganlar bayon qilingan. Diqqatni qo'zg'aydigani atalmış Xinjiangga nishonliq yordam berish degan tur bo'yicha kelgan kadrlarmi bu imtihon qatnashtirilgan bo'lib, uning yana kadrlarning imtihon natijasi yil oxiridagi baholashning muhim asosi qilinadi deyilgan. Yaqinda bu yan oshkorlanayotgan bir qism xabarlarda Xitoy hukumati Sharq Turkistonda paydo qilayotgan darajadan tashqari siyosiy atmosferaning shu joydagi Xitoy kadr ommasini bezor qilayotganligi ma'lum bo'lgan. Ba'zi Xitoylar hatto ijtimoiy taratqularda Xitoy o'lkalaridagi Xitoylarga xitob qilib, Xinjiangga kelmasligini, bo'lmasa bu yerda tugamas siyosiy yig'inlarning tutquniga aylanganligini ogohlantirgan. 17 yoshli bir musulmon qizning TikTok hisoboti orqali 40 sekundlik bir videolik ko'rinishni tarqatib, Uyg'urlar duch kelayotgan og'ir fojialarni anglatishi kuchli inkas qo'zg'adi. Feroza Aziz ismli bu qiz qanday qilib kirpikimizni texmi uzun ko'rsatalaymiz deb so'z boshlab, go'zallik qiziqadigan qiz ayollarga qanday qilib kirpik qayrish usulini o'rganib olishni tavsiya qilgan. U orqadan kirpik qayrg'uchingizni bir yoqqa qo'yib, telefoningizdan foydalanib hozir Xitoyda nimalar bo'layotganligiga diqqat qilinglar degan. O keyingi 40 sekundlik videoda Xitoyning millionlagan Uyg'urlarni lagerlarga so'lganligi, lagerlarda qiz ayollarga bosqinchilik qilganligi, tutqunlarga yana majburiy cho'shq go'sht yegizish, aroq ichish, tan jazosi qo'llanish qatorliq vahshiyliklarning ib berilayotganligini qisqa va meg'izli holda tushuntirgan. Feroza Azizning o'zgacha usulda to'g'ri tarqatgan bu qisqa videosining ko'rilish qatim soni 1,5 milliondan, bahriliguvchilar 500 mingdan, inkas qoldiruvchilar 600 mingdan oshib ketgan. O TikTok hisobot orqali o'xshash usulda 3 qisqa video tarqatgan bo'lib, ikkinchi ulanma videosida kirpik qayrish usulidan so'z boshlab, orqadan Xitoyda nima ishlarning bo'layotganligi, millionlagan Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalayotganligi haqida kishilarni izlanishga chaqirgan. U yana dunyoni Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalishiga qarab turmaslikka, ularga yordam berishga da'vat qilib, u yana ko'rurmanlarning mayli qancha yosh bo'lishidan qat'iy nazar, buni dunyoga anglitishga kuch qatolaydiganligi haqida so'zlagan. 3-chi videoda Feroza millionlagan begunoh Uyg'urlarning Xitoyning lagerlariga qamalganligi va ular uchrayotgan zulmlardan xabar topgan bo'lsak, endi nima qilishimiz kerak? Qanday qilganda ularga yordam bera olamiz degan. U yana Amerikada saylan bo'lish oldida Xitoydagi masalalarni, ya'ni Uyg'urlarning lagerlarga qamalishini o'z ichiga olgan barliq kishilik huquq dafsanchiliklari haqida so'z qilishga, har qaysi davlat va hukumatlarni bu zulmlarni to'xtatishga kuch chiqarishga chaqiriq qilgan. Bu videolar millionlagan kishilar tarafidan chekilayotganda, ya'ni 25 noyabr Feroza o'zining bir oydan buyon qo'llanib kelayotgan TikTok hisobotining taqalganligi haqida uchur qoldirgan. TikTok aslida Xitoydagi Douyin nomli appning xalqaro nusxasi. Ferozaning BBC, Al Jazeera qatorliq nopozliq axborotlarga o'zining TikTokdagi hisoboti taqalgandan keyin Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarni anglatgan videosining turli ijtimoiy taratqularda 6 million 500 mingdan oshib ketganligini, TikTok hisobotining taqdim etilishi ijtimoiy taratqularda mushu 1-2 kun ichida kuchli inkas paydo qilganligini bildirgan. Ferozaning Uyg'urlar haqida gap qilgan bu videosi qo'yilgan Twitter hisobida TikTok mening Uyg'urlarning qirg'inchilik uchrayotganligi va dunyoning buningga ko'ngil bo'lishi lozimligi haqida chaqiriq qilgan videolarimni chekladi. Bu Xitoyning haqiqatning oshkorlanib ketishidan to'sayotganligining isboti. Demak, Xitoy qo'rqyotidi deb yozgan. Keniya bosh iqtisodiy taftish organidan tarqalgan ma'lumotlarga asoslanganda, Keniya Xitoyning import-eksport bankisidan olgan qarzlarni kelishim bo'yicha vaqtida qaytara olmaslik sababidan Mombasa shahridagi portni Xitoyga tarqatib qo'yish oldida turayotgan ekan.
Xitoy Import-Export bankisi Keniya temir yo'l idorasiga bergan 2 milliard 300 million dollar qarz kelishimining ichidagi Mombasa porti bo'lsa, Keniyaning igilik huquq ostida qo'g'dilgan joylar qatoridan hisoblanmagan. Xitoy bu fursatni chang tutib, qarzning o'rniga bir mezgil kontrol ostiga ilib olishi mumkin ekan. Keniya temir yo'l idorasi Xitoydan bu qarzni Nayrobigacha poyezd yo'l yasash uchun olgan ekan. Keniya bosh iqtisod taftish organining a'zosi Kimami bu to'g'risida so'z qilib, qarzni to'lash kelishimida agar Keniya hukumatı Xitoydan olgan qarzni to'layamasa, Keniya port idorasining kirimini bu qarzni qaytarish uchun ishlatadi deyilgan. Demak, agar Keniya poyezd yo'l idorasi Xitoy Import-Export bankisiga qarzni to'layamasa, Xitoy Keniya port idorasini qo'lga oladi degan. Uningdan sirt agar bu kelishim to'g'risida qanday sud ochilmoqchi bo'lsa, u sud faqat Xitoy sud mahkamasi tomonidan hal qilinadi ekan. Xitoy 80% chiqimini ko'targan Madaraka Express deb atalgan bu yuk va yo'lovchi poyezd yo'li Mombasa bilan Nayrobini tutashtiradi ekan. Chet ellik kuzatchilar bu poyezd yo'lining iqtisodiy manfaatiga gumon bilan qarashmoqda. Keniyaning bu Hind okeanidagi strategik portini Xitoyga tartqizib qo'yish xatiri ajablanadigan ish emas. Chunki 2017 yil dekabr oyida Sri Lanka Hind okeanidagi yangi qurgan Hambantota portini Xitoyga bo'lgan qarzlarini qaytarib ololmasligi sababidan Xitoyga o'tkazib bergan. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Xavfsizlik Organi Türkiye armiyasining Suriyaning shimolidagi Fırat daryosining sharq qismida berayotgan tinchlik bo'liqi harbiy harakatining nishon yetkishi davomlashtirilganligini uqtirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Xavfsizlik Organining e'lon qilgan bayonotida milliy birlik va barobarlik bilan Turkiyaning mavjudiyatiga xavf elib kelayotgan PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ qatorliq barliq terrorlik tashkilotlariga qarshi davlat ichi sirtida qat'iy iroda bilan davomlashtirilayotgan kurash to'g'risida Davlat xavfsizlik organiga doklad sunilganligi va utuqliq ilib berilayotgan harakatlarning atrofliq muhokama qilinganligi ta'kidlandi. Tinchlik bo'liqi harbiy harakatining har jihatdan muhokama qilinganligi eskartilgan bayonotda rayonning tinchlik va muqimlik o'rnatish musofasiga hassa qo'shayotgan harakatning nishonga yetkishi davomlashtirilganligi, fuqarolarning ziyonkashlik uchirmaslik uchun barliq chora-tadbirlarning yo'li qo'yilayotganligi, Kıbrıs ve Şarkı Akdeniz meselelerine o'rin berilgan bayonotda Kıbrıs ve Şarkı Akdeniz qatorliq o'tirg'i chiqqan rayon ve xalqarалық masalalar muzokara qilindi. Chet ellarda ishga oshirilgan uchrashuvlar to'g'risida xavfsizlik organiga ma'lumot berilganligi bildirilgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.